Assalomu alaykum. Meni ismim Shahzod. Men qurilish sohasida, ayni utepleniya sohasi bo'yicha 8 yillik tajribaga egaman. Meni o'zim ustimda 100% ishlab, sifatim ustida 100% ishlab, shu narsaga tayyor bo'lganimni bilib, men shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqishni boshladim. Chunki bunga sabab shaharimiz bo'yicha 90% obyektlar noto'g'ri texnologiya bilan utepleniya qilingan. Hamma joyda valna berib, treshina berib, yorilib, shahar ko'pga bormasdan fasadlarimiz juda ayanchli holatga kelib ketadi va shuni oldini olish uchun qanchadir men o'zimiz vatanimizga ham hissa qo'shishimiz uchun komandamiz bilan mana ijtimoiy tarmoqlarga chiqishni boshladik. Texnologiya, qonun qoida 100% darajaga etapiga chiqqanimiz uchun biz shuni ommaga olib chiqishni boshladik. Bizani bolalarimizni 15 yillik tajribasi bor. Sizda savol bo'lishi mumkin, nimaga 15 yil, 7-8 yil bo'lgan bo'lsa O'zbekiston hududiga bazalt kirib kelganiga deyishingiz mumkin. Bolalarimizni Rossiya shahrida, Kazanda 15 yillik tajribasi bor. Allohning marhamati bilan o'zimizni mana vatanga qaytib kelib, o'zimizni vatanda, o'zimizni oilani oldida ishlashyapti. 60 tadan 100 tagacha bizani komandada xodimlar ishlaydi. 4 ta brigadirimiz bor bizani. Shu sifat nazorat, har bitta obyekt har kuni sifat nazoratdan o'tadi. O'shani hisobiga 100% shu sohani professionali bo'lib, men ijtimoiy tarmoqlarga chiqishni qaror qildim, Allohning marhamati bilan. Men o'zimni sahifamda bazalt qanaqa qilinadi, texnologiyasi, qaysi tarafiga, tom qismiga, past qismiga, qaysi qismlariga necha plotnost, necha qalinlikda bazalt ishlatilishi kerak, dyubel zontik qanaqa ishlatish kerak, hammasini qonun qoidasi bo'yicha sahifamda qo'yib boraman. O'sha yerda kuzatib borishingiz mumkin.